kvadratga tashqi qilib, uning tomonlariga hop, shu yerda to'g'ri burchakli emas. Kvadratga tashqi qilib, uning tomonlariga muntazam uchburchaklar yasalgan. Uchburchakning uchlari ketma-ket tutashtirishdan hosil bo'lgan to'rtburchakning perimetrini berilgan to'rtburchakning perimetriga nisbatan toping. Demak, bizda A, B, C, D to'rtburchak berilgan. A1, B1, C1, D1. Hosil bo'lgan to'rtburchakni, ya'ni P1ni berilgan to'rtburchakni perimetriga nisbatan so'rayapti. Demak, bizda ABCD kvadrat. Kvadratning tomonini A bilan belgilagan bo'lsak, bu ham A ga teng. Va kvadratning tomoniga muntazam uchburchak yasalgan. Tashqi ravishda. Hop, bu ham A ga teng muntazam bo'lgani uchun bunisi ham A, bunisi ham A ga teng. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, muntazam uchburchak bo'lgani uchun sosdagi burchaklari barcha burchaklar 60 gradusdan bo'ladi. Bu ham 60 gradusga teng. U kvadrat bo'lgani uchun 90 gradus. Jami bizda hop 210 gradus bo'ladi. 360 gradus bo'lishi uchun bu burchagimiz fi burchagimiz hop 360 minusdan 210. Fiimiz 50 gradus 100 uzr bu yerda fiimiz 150 gradusga teng. Demak, dastlab uchburchak B1 C1 B1 C1 C dan kosinuslar teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, B1 C1imiz teng ildiz ostida A kvadrat plus A kvadrat minus 2ta A kvadrat orasidagi burchak kosinus 150 gradus. Hop, kosinus 150 gradusdagi qiymati minusdan ildiz 3 taqsim 2 o'rniga qo'yadigan bo'lsak, demak 2ta A kvadrat plus ildiz 3ta A kvadrat. Buni quyidagicha yozamiz. 4 plus 2 ildiz 3 taqsim 2 surat mahrajini 2 ga bo'lib ko'paytirib yuboring. Sababi surati bizga ildiz 3 plus 1 ni kvadratini bergani uchun. Taqsim ildiz 2 rassayni qutqaradigan bo'lsak, ildiz 6 plus ildiz 2 taqsim 2 A ga teng. Hop, ikkinchisi bizdan P1 ni hosil bo'lgan to'rtburchakni berilgan to'rtburchak yuziga nisbati perimetrlar nisbati, demak 4ta B1 C ga teng. Qolgan tomonlari ham xuddi shu orqali topiladi va hammasining qiymati ildiz 6 plus ildiz 2 taqsim 2 A ga teng. 4ta A ga nisbati. To'rtlar o'zaro qisqarib ketsa, B1 C'imiz ildiz 6 plus ildiz 2 taqsim 2 A ga teng. A'lar o'zaro qisqarib ketsa, ildiz 6 plus ildiz 2 taqsim 2. Demak, javob perimetrlar nisbati ildiz 6 plus ildiz 2 taqsim 2 ga teng ekan.